Doğru septiniz mi ya shamol chiqdimi aka bu yerda? Nima tushdi? Hasharot. Yo'q, hasharotdan gap emas. Bu hozir bundaqa qo'rilib qopti-da, bo'ron chiqqanmidi? Ha, bu yerda Juda qattiq shamol chiqdimi? pastdan shamol. Bir shamolni yo'li. Ha, chu. To'xtamay shamol esib turadi. Shamol nima qilib qo'yibdi-da buni? Bu doridan bo'ldi mana bu shamoldan bo'ldi. Shamoldan bo'lyapti bundaqa qo'rilib qolish. Qo'rib qo'yibdi shamol. Qayrilib qolishmi? Bunaqa qorilib qolish ha. Ovjirab qo'ygan. Ha, qovjirab qo'ygan. Nima to'g'ri septiniz aka? So qaynatib sepamiz. Oltin yutdi so deydi-ku. Oltin kut. Ha, o'shani qaynatib sepdik, kalbamet qo'shib. Narsani bular bir-biriga aralashtirib suvga qaynatadi. Nimalarni? Oltin gugi, ohak, sovun, kil sovun. Biz o'zimizni paxtalarga shunaqa sepamiz-da yiliga. Kurtga qarshi shunami? Nimaga qarshi sepding endi buni? O'sha Hasharotga qarshi. Hasharotga qarshi. Chirchunda. Barigilarni shundoq kuydirib qo'yganda shu sepgan. shira tushgandi, shira. 它是磁吸式口气，就是那个开个 Endi hozir o'g'it solaman. O'g'it. Chirchun 5 shifre. O'g'it orqasidan 准备 kesaman. 施完肥就 Glifosat sepdingizmi? Yo'q, endi. Shu bu iliq o'g'it qilib sug'urib bo'lgandan keyin undan keyin glifosat sepmoqchiman. Hozir o'g'itini berib suvga taxlaymiz-ku. Ha. Glifosat sepib, orqasidan suv ochamiz. Unaqa qilsangiz bo'lmaydi aka. Avval bir sug'urib aytgandan keyin undan glifosat berasiz. Chunki sug'organda 10 kundan keyin. unadi-yu. Bir martami sepib boqmadingiz Yo'q. Yo'q. Hozir bundoq deydi. Sizniki hozirgi bu joyingizning ahvoliga qarta. Hozirda shundoq glifosat sepilgan paytingizga avval 2 kun ichida vaqtni cheng tutib bir glifosat sepaversin deydi. Chunki avval gul chiqmagan vaqtida, g'unch chiqmagan chog'ida avval glifosat sepaversin. Sepayotgandan keyin unda o'g'it berib, undan sug'arsin deyapti. Kechga qolib ketamiz-da unda qilsak. Glifosat sepgandan keyin ham bir hafta 10 kun turish kerak-ku. 5 kundan keyin lampasingiz bo'laveradi. Yaptı 10 kun ketmayotgan aka 5 kundan keyin 5 kundan keyin lampasingiz bo'lar ekan. O'g'itlantirib suv sepasiz. 先打草， Glifosat sepasiz bu yeringizga. Glifosat sepib bo'lgandan keyin ana o'g'it 5 kun o'tkazib, o'g'it berasiz, undan keyin sug'urasiz. Tagi nam emas-ku glifosatga. Munosib yo'q aka. Bu yashab Tagi qo'yish. nam emasligi bilan u glifosatniki munosib yo'q. Ta'sir yetmaydi uni. 通过叶面吸收的。